alaykum, kanalimdagi qo'li gul to'quvchi qizlar. Mana shu ipdan qaranglar, juda chiroyli narsa chiqarsa bo'lar ekan. Bu ipga men jo'xori chokka mosladim. Mana qaranglar, jo'xori chokka oldingi ko'rsatuvlarimda sizlarga jo'xori chokka qanaqa to'qishni ko'rsatgandim. Yana eslatib o'tmoqchiman. Buni hozir men ranglarni sizlarga yetkazib bera olmayapman, video yetkazib bera olmayapti. Nega judayam nejniy nihol chiqqan. Judayam chiroyli. Mana jo'xori chokka qizlar qaranglar. Mana birinchi men sizlarga aytgandim, birinchi qatorini asosan o'ng teskari chok bilan boshlaymiz. Mana qaranglar, mana teskari, mana o'ng chok, mana teskari, yana o'ng chok. Mana shunaqa qilib hamma olgan qatordagi iplarimizni shunaqa oxirigacha o'ng teskari qilib olib boramiz. Litsoy iznanka qilib. Oxirini albatta iznanka qilib olamiz. Keyin uni o'giramiz. Bu ikkinchi qator bo'ladi. Hozir o'girib olganimiz qizlar. Ikkinchi qator bo'ladi. Mana ikkinchi qatorini birinchi o'zini ilib olamiz. Litsoy o'ng chokimizni litsoy qilib to'qiymiz. Teskariga nakiti bilan ilib olamiz. Mana diqqat bilan kuzatinglar qizlar. O'ngga mana shunaqa qilib o'zini to'qiymiz. Iznankasini bo'lsa nakiti bilan ilib olamiz. Mana qarang, 1, mana 2. Mana 1, mana 2. 1 qizlar, mana 2. Mana shunaqa qilib oxirgi qatorimizgacha hammasini shu afzalda to'qib olamiz. Keyin 3-qatorga o'tamiz. Mana qizlar, birinchi, ikkinchi qatorini endi mana olamiz. Bu 3-qatorga keldik qizlar. Iznankani litsoy qilib, ya'ni o'ng chok qilib olib, nakit olgan joyimizga yana nakit bilan ilamiz. Bu teskari tomoni. Mana qaranglar, teskarisini olgan chokimizni o'ng chok qilib to'qib, nakitiga yana bitta nakit qo'shib, mana shu afzalda oxirigacha yetkazib olamiz to'qigan narsalarimizni qizlar. Mana diqqat bilan jo'xori chokimiz bu. Judayam qalin, nejniy bu ipda judayam nejniy niholgina chiqyapti. Sizlarga ham ko'rsatmoqchi bo'lib tavsiya qilaman. Mana xuddi shu ahvolda oxirigacha to'qib, oxirisini iznanka qilib olasizlar. Mana bu 3-qatorimiz tugadi. Endi jo'xori chokimizni 4-qatorini boshlaymiz. Mana 4-sini bo'lsa chetini o'zini har doimgidek ilib olamiz. Iznankani litsoy qilib to'qiymiz. Hali olgan hamma nakitlarimizni hammasini bitta qilib iznanka qilib olamiz. Mana iznankani yana litsoy qilib to'qiymiz. Oxirgi hamma olgan nakitlarimizni bitta qilib ilib olamiz. Shu ahvolda oxirigacha qatorimizni tugatamiz. Sizlarga ham shuni tavsiya qilaman. Mana qaranglar qizlar, diqqat bilan qaranglar. Bu oxirgi qatorga jo'xori chokimizni chiqishi kelib chiqadi. Mana qaranglar hozir, mana. Mana ko'rdinglar? Mana jo'xori chok hosil bo'ldi. Mana qaranglar. Mana sizlarga ham shuni tavsiya qilaman. Oxirigacha shunaqa to'qib chiroyli narsalar to'qinglar. Keyingi qatorimiz teskarisi bo'ladi. U xuddi mana shunaqa rezinka chok. Bitta iznanka, bitta litsoy, bitta teskari chok, bitta o'ng chok. Mana shunaqa chokka to'qib, keyin yana nakit, iznankani nakiti bilan litsoy iznanka qilib to'qiysizlar qizlar. Yana birinchi qatordan boshlanadi. Bu oxirgi qatorimiz. Sizlarga tavsiya qildim. Marhamat, foydalanib shundan to'qinglar o'zingizlarga.